Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Exnes ilovasidan pul yutishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun puli bor akkauntni tanlab, yutishib olish tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda tepada turgan barcha to'lov usullarini ko'rish o'sha tugmani ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, biz bu yerda to'lov usullari va pulni yutishib olish usullari mavjud. Bu yerda bemalol elektron hamyon va bank kartalari yoki elektron kripto orqali depozit qilib pulni yutishib olish mumkin. Agar siz oldin kartadan depozit qilib pul yutishib olgan bo'lsangiz, tepada saqlangan kartalar bo'limida kartangiz turadi, o'shani ustiga bosasiz. Va bu yerda USD tanlaymiz va bu yerda qaysi hisobdan yutib olishingizni tanlaysiz. Va oxirida esa miqdorni kiritasiz. Bu yerda biz $300 kiritamiz. Va bu yerda hammasi to'g'riligini tekshirib, pastdagi davom etish tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda hammasini tekshirib, yana tasdiqlash ustiga bosamiz. Va bu yerda amalimiz tasdiqlandi va bu yerda ko'rishingiz mumkin, tarixni ko'rish bo'limida pulni yechib olishni ko'rsatadi. Va bizda hozir jarayonda turibdi $300. Va chiqib yana qayta kirsak va bizda mana $300 yechildi.